Assalomu alaykum, assalomu alaykum ekandoshlar. Qutbanda kuningizlar bilan sizlar bilan men Qo'ziyev Boymurod. Do'stlar, buyursa sizlarga Patkenskiy oblast Sulukta shahrindagi dag'i bir o'ta so'non jangliqda aytib ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, ko'rib turganingizdek Sulukta shahrini bu yoq tomonda mana ko'rib turganingizdek avtovokzali bor. Shu avtovokzalni to'g'risida bu yoq tomonda ko'rib turganda mana Navoiyxonani oldidan yo'l bilan tuz bosib kirib borsangizdar o'ta so'non yer uyi sotiladi 12 sotik jeri bilan. Videomizda yanacha ko'rsangizlar polni informatsiya berib ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Do'stlar, mana bismillahir rohmanir rohim deb sotilayotgan uy oldiga yetib keldik. Shu yo'l bilan tuz bosib kelsangizlar ko'rib turgandek bu yoq tomonda qo'shnilar bir necha yildan beri kelib uylarni solib maza qilib yashayaptilar. Plus bu yoq tomonda mana tovardan enkayganda intimoq mana bu yoqda katta desat bor. Intimoq desati bor. Shu desatning orqasidagi 12 sotik yer ixchamgina uyi bilan sotiladi. Do'stlar, mana bismillahir rohmanir rohim deb darazadan kirganimizda ko'rib turganda bu yoq tomonda sonon qilib mana kirallagacha chiqarib qo'yganlar. Suvdan muammo yo'q. Do'stlar, mana darzaxondan tuz bosib kelsangizlar bu yoq tomonda ko'rib turganda mana katta plashatkalarigacha bor. Do'stlar, mana bismillahir rohmanir rohim deb kelganimizda dag'i bir bor adresda aytib o'tamiz. Patkenskiy oblast Sulukta shahrida mana shunday mana Sovetskiy ko'chasida 440-uy sotiladi. Ko'rib turganda mana bu yoq tomonlarini ham sonon qilib mana frontollari bilan qo'shib, tunikalar bilan sonon qilib apshipka qilib qo'yganlar. Mana bismillahir rohmanir rohim deb kirishimizda ko'rib turgandek hovlilarni ham sonon qilib steyashkalarni qilib qo'yganlar. Do'stlar, mana kirganimizda bu yoq tomonda mana ko'rib turganda bir uy bir dahliz bor. Bu yoq tomonni ham sonon qilib ishlarini chotka qilib yevro remontlarni qilib qo'yganlar. Plus mana kirganimizda o'ng qo'lda skalat bor desak ham bo'ladi. Ko'rib turganda mana darzaxondan kirganimizda chap qo'lda bu yoq tomonda mana 2 dahliz, 2 uy bor. Bularni ham sizlarga polni obzor qilib ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Do'stlar, sizlarga videomiz yoqsa обязательно bir-birdan like bosib, shu videoni uyalamiz degan Sulukta shahrindagi do'stlar o'ziga podelitsiya qilib jo'natib qo'yishni unutmangizlar. Do'stlar, mana Sulukta shahridan uy olamiz degan aka-ukalarimiz uchun mana ko'rib turgandek bu yoq tomonda 4 xonali uy bor, bu yoq tomonda mana 6 xonali uy bor. Bu yoq tomonda bir uy bir dahliz, plus yonida mana shunday mana uchoqxonalargacha bor. Plus bu yoq tomonda uchoqxonaning yoniga mana shunday mana navislarni qilib qo'yganlar. Yozgi kunida salqinda maza qilib o'tiramiz deb karavotlargacha qo'yib qo'yganlar. Ko'rib turgandek yerlari ham katta. Plus mana Sulukta shahrindagi katta desatni yonida joylashgan bu sotilayotgan uyimiz. Plus bu yoq tomonda ko'rinib turgan to'g'ridagi mana banya, plus bu yoq tomonda mana tualetlargacha bor. Plus mana ko'rib turgandek polnisda aylanasiga ограждение qilganlar. Do'stlar, mana plus mana ko'rib turgandek uy orqa tomonlarini ham sonon qilib, tunikalar bilan profillar bilan ограждение qilib qo'yganlar. Bu uyni sotib olgan odam kelib bahazir biz remont maza qilayotsalar bo'ladi. Do'stlar, mana bismillahir rohmanir rohim deb eshikdan kirganda chap qo'ldagi uydan sizlarga polni obzor qilib ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Mana bismillahir rohmanir rohim deb kirganimizda ko'rib turgandek bu yoq tomonda 2 ga 3 metrlik koridor bor. Bu koridorni ham ko'rib turgandek chotka qilib jitka bo'ylar bilan remont qilib qo'yganlar. Plus mana ko'rib turgandek pataloylarni ham kraska qilib, plus eshiklarini hammasini chotka qilib remont qilib qo'yganlar. Taglari polnisda hammasi pol bo'lgan. Plus mana bu yoq tomonda chap qo'lda bitta katta xona bor desak ham bo'ladi. Bu xonani ham uzunligi 6 metr, eni 4 metr. Ko'rib turgandek to'g'rida takmon bor. Plus mana ichkari tomondagi uyga ham yorug' bo'lsin deb bu yoq tomondan ham ikkita rom qo'yib qo'yganlar. Sonon qilib remont qilib qo'yganlar. Plus mana yangi chiqqan lyustralardan qo'yib qo'yganlar. Do'stlar, bu yoqdan chiqqanimizdagi mana to'g'ridagi dag'i bir uy bir dahliz ham sizlarga polni obzor qilib ko'rsatib o'tamiz. Mana kirganimizda bu yoqda ham mana shunday mana 3 ga 4 metrlik katta koridor bor. Bu koridorni ham ko'rib turgandek pataloylarini chotka qilib remont qilib lyustralarni qo'yib qo'yganlar. Plus bu yoq tomondan ham bitta mana oynalarni sonon qilib qo'yib qo'yganlar. Plus mana bu yoq tomonda chap qo'lda bu yoqda ham sredniy xona bor. Bu xonani ham ko'rib turganda hozirgi uchurda mehmonxonaga rasshot olib chotka qilib yevro remontlarni qilib qo'yganlar. Ko'rib turganda yangi chiqqan elitni pardalardan plus unday mana yangi chiqqan lyustralardan qo'yib qo'yganlar. Ko'rib turganda mana mehmonxonaga sonon qilib unday mana yangi chiqqan mebellardan qo'yib,
Bu yoq tomonlarini ham polnisi tomoni yangi chiqqan pardalardan ilib qo'yganlar. Do'stlar, bu sotilayotgan uyimizni foydali tomonlari ko'rib turgandek polnisi tomoni yevro remont bo'lgan. Bu uy sotib olgan odam kelib hozir biz remont mazaqli etsalar bo'ladi. Taglari ham hammasi pol bo'lgan. Qishki kunida issiqqina bo'ladi. Do'stlar, mana eshikdan kirganimizda bu yoq tomondagi bir dahliz ham sizlarga polni obzor qilib ko'rsatib o'tamiz. Mana kirganimizda ko'rib turgandek bu yoqda ham eni 3 metr, uzunasi 4 metrlik sredniy koridor bu. Devorlarni ham yangi chiqqan MDFlardan sonon qilib yevro remontlarni qilib ko'rib turgandek mana patologiyarini yangi chiqqan lyustralardan ilib cho'tka qilib sonon qilib qo'yganlar. Plus mana qish kunida issiqqina bo'lsin deb bu yoq tomonda mana pechkalarni qurib ko'rib turgandek sonon qilib yangi chiqqan kafellar bilan cho'tka qilib yevro remontlarni qilib qo'yganlar. Plus mana ko'rib turgandek yangi chiqqan eshiklardan cho'tka qilib mana qo'yib qo'yganlar. Do'stlar, bu uy foydali tomonlari, bu uy sotib olgan odam bahozir kelib biz remont kelib mazaqli etsalar bo'laveradi. Do'stlar, mana bismillahirrohmanirrohim bu yoqdagi mehmonxonaga rashat olingan xonani ham sizlarga polni obzor qilib ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib turgandek bu xonamizni ham razmeri bunaqangisi 6 metr, bunaqangisi ko'rib turgandek 5 metr. Hozirgi uchurda bu xonaga mana ploska ekran televizorlardan sonon qilib qo'yib qo'yganlar. Plus mana ko'rib turgandek yangi chiqqan pardalardan qilib, patologlarni ham yangicha dizaynerda qilib, cho'tka qilib yevro remontlarni qilib qo'yganlar. Plus yorug' bo'lsin deb mana hovli tomonda mana shunday mana romlarni qo'yib, cho'tka qilib remont qilib qo'yganlar. Do'stlar, bu yoqdan mana bir dahlizdan chiqqanimizdan keyin bu yoqda mana yonida ko'rib turgandek vremenni mana ustlarini sonon qilib yopib, vaqtinchalik mana uchoqxonalarni qilib qo'yganlar. Sulukta shahri Sovetskiy ko'chasida mana shunday mana 12 sotik yer mana shunday mana katta uylari bilan sotiladi. Do'stlar, narxiga keladigan bo'lsak, narxini 4 million 700 ming deyaptilar. Jazma oladigan odamlar bo'lsa, arzon qilib kelishtirib beramiz deydilar. Qiziqqan aka-ukalarimiz uchun shu videoni ostida xazina nomerlarini yozib qoldiramiz. Chalib, suylashib, kelib, ko'rib, yo'qsa sotib olsanglar bo'ladi. Ko'rib turgandek bu sotilayotgan uyimiz ham Sulukta shahrining sentrida joylashgan. Ko'rib turgandek mana tovarnida katta desatda orqasida desagan bo'ladi. Do'stlar, bu sotilayotgan uyimizda foydali tomonlari ko'rib turgandek bit parda g'uslovoylari bor. Bu uyni sotib olgan odam bahozir kelib biz remont mazaqli etsalar bo'laveradi. Do'stlar, sizlarga videomiz yoqsa, shu videoni Sulukta shahrida uy olamiz degan do'stlarimizga podelitsiya qilib jo'natib qo'yishni unutmangizlar. Agar sizlarga videomiz yoqsa, shu videoni ostiga kommentariyaga o'zingizlarda o'y fikrlaringizni yozib qoldirib, обязательно bir-birdan like bosib qo'yishni unutmangizlar. Ko'rganingizlar uchun cho'ng rahmat.